Assalomu alaykum va rahmatulloh, aziz qarindoshlarım. Bir minut men tunji qitim qiypash tutishim normal chiqayotgan bo'lsa, gaplayotgan bo'lsanglar, bilasinglar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ovozim chiqayotamdi? Ovozim chiqayotgan bo'lsa, bir ma'qul deb aytgan bo'lsanglar, chiqayotdi deb aytgan bo'lsanglar. Ovozim chiqayotamdi bolalar? Qaysar imom Qaysar Ashurov deyman. Va alaykum assalom. Chiqayotamdi Arslan qarindoshim? Okey. Amalar rahmat. Sizlar bilgandek bir haftaning yog'zi bir 10 kun bo'ldi. Biz Xalmurod qarindishimizningki yetakchiligida Me Too Uyg'ur kompaniyasini boshlatgandik. Bu kompaniya mencha mushkamkagicha mushu 3 yillik jazo lageri masalasida naiti ahamiyatli Xitoy kompartiyasiga naiti cho'ng bir ziyon solgan bir kompaniya bo'ldi. Go viral deymiz İngilizce. Bu viral degan gap endi butun dunyoga tarqaldi, portlash xarakterli tarqalish bo'ldi degan gap. Bu to'g'riliq ikki eg'iz men sizlarga bir narsa demoqchi. Obraz degan bir narsa var, shirkatlarning obrazi var, davlatlarning obrazi var. Bu social medianingki roli orqali social medianingki bu davlatlarningki shirkatlarning obrazida qanday rol o'ynaydi, men bu to'g'riliq sizlarga kichkina bir misol berib o'tay. O'tgan yili United Airlines deb bir nimbamdi, aeroplan shirkati va havo aeroplan shirkati. Bu aeroplan shirkati hamda Amerikadagi eng chong shirkatlarning birisi United Airlines. Bularninki biletni ortiq setib qo'yib, bir osiyolik odamni aeroplandan chiqib o'tishni xohlaydi. Shuning bilan bu odam chiqmayman deb turib oldi. Amaliyotda bu odam bir doktor, amerikalik, ama o'zi osiyolik bir doktor. Shuning bilan bu odamni so'rab chiqib ketdi aeroplandan Unitedninki soqchilari. Chiqib ketgandan keyin shuning bilan bu video torda tarqalib ketdi. Tarqalib ketgandan keyin bu Twitter, Facebook qatorliq social medialarda United Airlines'ni boykot qilish, United Airlines'ni qaqshash ustidan shikoyat qilish shundoq bir do'lqini ko'tarilib, United Airlines bir kechada 4 milliard dollar paychekda ziyon tortdi. Bu bir ahvol. Ikkinchi ahvol o'tganda hamda bu Uber o'tgan yili nima chiqqan vaqtida, Donald Trump chiqqan vaqtida biz musulmonlarni to'saymiz deb ayrımlarda musulmonlarni to'sgan vaqtida New Yorkdagi butun taksichilar ACLU degan hamda bir organizationninki ommaviy tashkilotninki chaqiriq bilan butun New York taksichilar ish tashlaydi. Shu vaqtdan foydalanib Uber degan shirkat fursatparastlik qilib pulni o'stirib shu vaqtida pul tepishni bütün şoferlarni bozorga soladi. Bu vaqtida qanday bo'ldi degan vaqtida yenila bütün social media deymiz, shunda sosyal media qatorliq Facebook, Twitter qatorliq, Instagram qatorliq yerlarda insonlarning g'azabini qo'zg'ab, bütün hammadan bu Uberni nima qildi, tanqid qildi social mediada. Shu vaqtida Uber naitib o'sal ahvolga tushib qilib milliardlarcha dollar ziyon tortdi qarindoshlar. Shuningga o'xshash Xitoyninki biz o'q atmay turib Xitoyga eng cho'ng zarba beradigan ishimiz bizning nima bo'lsangiz, qo'limizda bizning qurol yo'q, biz urush qilolmaymiz Xitoy bilan. Ammo Xitoy Kommunist partiyasi o'zining davlat obrazi uchun har yili milliardlarcha dollar pul xarjlayotdi. Hatto Hollywood degan yerdagi bütün kino shirkatlarini hozir Xitoylar asosan setib oldi. Nimishqa? Chunki kinolarda amalva Xitoylarni yaxshi qilib, amalva Xitoy hukumatini no'ch qilib, Xitoy davlatini no'ch qilib, Hollywoodning shirkatlarida hozir kinolar ashunda ishlanadi. Amalva diqqatni Ruslarga tortib, Ruslarni mafiya, shu eski terrorist qilib ko'rsatdi. Amaliyotda bu Xitoyning o'yini. Afrika qatorliq davlatlarda ham Xitoylar milliardlab dollarlab pul xarjlab, o'zininki davlat imaji deymiz hamda davlat obrazini tiklash uchun urush qilyotdi Xitoylar pullar. Endi biz qanday qilaymiz degan vaqtda biz garchi o'q atmasaqmi, hozir shu social mediada hashtaglar bilan shu Me Too Uyg'urdan boshlangan faoliyat bilan Xitoy davlatining obraziga qattiq biz ta'sir qila olamiz. Shunda urush qilgan vaqtimizda inshaalloh men shuning ishonamanki, Xitoylarningki milliardlab xarjlayotgan pulusining ustiga biz shu ishlarni qilgan vaqtimizda Xitoyning davlat obraziga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatamiz, zarba beralaymiz. Bularning mayli ticareti olsun, bularning mayli boshqa diplomatik munosabatlar olsun, nurg'un davlatlarda bular cho'ng qiyinchiliklarga duchor bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun qarindoshlar, men uyda o'tirsam Xitoy Kommunist partiyasiga qanday zarba beralayman? Mening onamni tutib oldi, sonamni tutib oldi, yoki bo'lmasa urug' tuqqanlarimni tutib oldi. Men nima ish qilib beralayman emas. Siz nurg'un ishlarni qilib beralaysiz. Xitoylarga milliard dollarlab ziyon sola olasiz. Shu Xalmurod qarindishimiz boshlatgan #Me Too Uyg'ur kompaniyasiga siz qatnashdingiz o'tgan hafta. Endi bu hafta bizningki nima qilishimiz bilan, istishora qilishimiz bilan bular bilan biz inshaalloh mahatini Adil Mijit efendimga atdik.
Nemishqa buni o odatdagi insonlarga atamaymiz, adil mejid odamlar degandek odamlarga ataymiz. Chunki endi xalqarada yer sharida xalqlarninki nimasida endi xalq ommasiningki ko'ziga bakrak chiliqligini mushunga o'xshash popstar deymiz. Masalan, Ablajon Ayubga o'xshash naqshchimiz, yoki bo'lmasa Sanobar Tursunga o'xshash naqshchimiz, yoki bo'lmasa Toshpo'lat Tiyibga o'xshash olimlarimiz qatorliq insonlarni, Abduqodir Jaloliddin qatorliq mashhur insonlarni chiqargan vaqtimizda xalqarada texmi chiq nima qo'zg'olg'i bo'ldi endi, g'ulg'ul qo'zg'olg'i bo'ldi. Shunga endi bu birinchi bo'lib biz Adil Mejidni tanladik bu haftaga. Bununla endi Bakram qarindishimiz var, Tumaris qarindishimiz var, Arslan qarindishimiz var, Xalmurod qarindishimiz var. Shunga butun dunyodagi Uyg'urlar qarindoshlarim #FreeAdilMejid deganni ishlatib, shu rasmni chiqarib, mushta yozib turib, Adil Mejidni qo'yib bergan deb Xitoylarga biz besim qilishimiz kerak. Bir odamni qo'yib berdi deb o'ylamanglar. Xalqaroning oldida Xitoy o'zini oqlash, o'zini maqtash yoki bo'lmasa mudofaa qilish ahvoliga tushib qolyapti. Bu mudofaaga o'tishning o'zi xalqaro uchun cho'ng bir signal. Agar Xitoyninki gunosi bo'lmagan bo'lsa, agar Xitoy pok bo'lgan bo'lsa, o'zini o'zi mudofaa qilib bunday qilmaydi. Shunga bu #FreeAdilMejid hashtag bilan qo'shib #MeTooUyghur deganni inshaalloh hammamiz taqib Xitoyninki davlat imajiga, davlat obraziga hammamiz ta'sir ko'rsataylik. Bu bir milliardlarcha dollar ziyon tatidi bu ikki. Uchinchisi bu jazo lager masalasida inshaalloh xalqaroning texmi diqqatini qo'zg'aymiz. MeTooUyghurniki agar biz bu shunday davom qilmasak, har hafta yangi materiallarni chiqarib turmasak, xalqaro qarindoshlar, xalqaro insonlar zerikib qoldi buningdan. O'zinglar bilgandek, birinchi kunisida, birinchi haftasida 100 mingga yaqin Google'dan search chiqqan vaqtida MeTooUyghur chiqadi. Hozir bara buningki soni chiqib bordi. Shuning uchun har hafta biz yangi mazmunlarni chiqarib, yangi bizningki olimlarimiz, ulamolarimiz Uyg'urlarning sarxillariini chiqargan vaqtimizda inshaalloh bu xalqimiz zerikib qolmaydi. Xitoyninki bu jazo lageri masalasida davomli xalqaro qiziq nuqtaga aylanib turdi. Xitoyning davlat obraziga ta'sir etdi. Ham inshaalloh bizning qarindoshlarimizga qo'yib berishiga vasila bo'lib qoldi deb o'ylayman. Shunga butun dunyoda qarindoshlarim hech bo'lmaganda bir parcha rasm chiqarib #FreeAdilMejid yo bilan tang #MeTooUyghurni tang qo'shib bir parcha rasm yo'llab qo'ygan bo'lsangiz, sizdan o'tinib qolay. Xitoyga o'q atamadingiz, o'q atamaymiz. Biz qonun bilan ish qilmasak bo'lmaydi, lekin tweet atgan vaqtingizda cho'qim Xitoyga milliard dollarlab ziyon salaydiganligini ishonman qarindoshlar, qapamala kechirib ketdim, qahvan chiqishibman. Shunga bu mayli Facebookda bo'lsin, Twitterda bo'lsin, Instagramda bo'lsin, mushu ishlarga Xalmurod qarindishimizga, Arslan qarindishimizga, Bakram qarindishimizga, Tumaris qarindishimizniki mush chaqirqiga ovoz qo'shib, atidan boshlab yoki bo'lmasa hozirdan boshlab darhol hujum qo'ytaylik qarindoshlarim. Shunga sizlarni tavsiya qilganim mushunda qilinglar. Men hozir mush videoni qo'yibman. Turkchada, inglizchada ishlayman. Hammanglarga rahmat qarindoshlar. Mushuni bir xapamay taqib qo'ygan bo'lsanglar, biz mush faoliyat bilan inshaalloh Xitoylarga ham zarb beramiz, ham Uyg'urlarni, qarindoshlarimizni turmadan qutuldurmiz. Allohga omonat bo'linglar. Meni bir taqib qo'yinglar sizlar. Rahmat sizlarga juma. Allohga omonat. Mani yaxshi ko'riblar, ma'qul, mashallah, barakalloh deb o'tib ketmang qarindoshlar. Alloh rizosi uchun bir harakat qilaylik. 5 minut vaqtingizni sarf qilib, bir tweet, bir Facebookdan mesaj etib qo'yasizlar. Inshaalloh. Allohga omonat.